Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi savolimiz skachga taalluqli. Aytyapti, dasturga x teng 45, y teng -45 qiymatlari kiritilganda sprite joylashgan kanaldan toping deyapti. Demak, biz kiritamiz x ga 45, y ga -45. E'tibor bering, change, demak bundan oldingi qiymat bildiriladi. Yozaman x barobar 45 qo'shilgan, xo'sh, o'zining dastlabki qiymati x 45 qo'shilgan -45. Bu 45 degani. Mana. Xo'p. Endi x qimiz 45 bo'lib qoldi, y o'tamiz. Y barobar, bu ham xuddi shunday. 45 qo'shilgan 45 ayrilgan 45 teng 45 bo'ldi. Demak, x ham y ham 45 ga teng. O'zgaruvchilarimiz. Demak, change x ning koordinatasi, demak dastlabki joyi 0 edi, shuni x o'zgaruvchi qiymati bo'yicha o'zgartir deyapti. Ya'ni 0 qo'shilgan 45. Bu 45 bo'ldi. Endi 0.1 sekund kutamiz va yana y qiymati bo'yicha o'zgartir. 45 qo'shilgan 45 teng 90. Demak, x o'qimizdagi joylashgan joyi 90, y o'qimizdagi joylashgan joyi 10 ligicha turibdi.